Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Arabjon Education'ning navbatdagi darsi efirga uzatilmoqda. Sizlar bilan o'tgan darslarimizda ikkinchi unitni boshlaganmiz, bitta unitni tugatganmiz. Xo'p, demak, ilk darslarimda aytib o'tganimdek, biz beginner kitobini o'rganyapmiz va bu kitobda turli section ham mavjud. Listening, speaking, reading va writing. Astoydil bo'lasizlar degan umiddaman. Agar yaxshi o'zlashtirsanglar, albatta natija bo'ladi. Men beginnerni joylagandan keyin elementary, pre-intermediate, intermediate yo'nalishlarini joylamoqchiman. Bu videoni hali efirga qo'yganim yo'q. 10 ta dars yozib bo'lganimdan keyin qo'yaman, xudo xolasa. Xo'sh, har bitta unitdan keyin unit testlari bor. Mana hozir biz birinchi unitni o'tganmiz. Ikkinchi unitni boshladik. Unit testlarini videoni izoh qismiga qo'yib qo'yaman. Link bilan, linkda orqali Telegram gruppa bor. Telegram gruppada PDF fayllarni tashlab qo'yaman. Gruppaga kommentlar, boshqalar hali ularni ochmadim. Faqat hozircha PDF faylini yuklab olib, printerdan chiqarib, testini ishlab maqsanglar bo'ladi. O'zingizlar ustida ishlasanglar, 3-unit o'tib bo'lganimdan keyin bitta dars polni unit test va 3 ta unit bo'yicha umumlashtirib testni javoblarini tekshirish bilan o'tkazamiz. Ungacha bo'lsa sizlar testlarda videolarni havola qismidan yuklab olib ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, ikkinchi unitni yarmidan ko'pini o'tgan ekanmiz. Bugun sizlar bilan reading and speaking sectionlarini boshlaymiz. Reading and speaking. Xo'p, demak, keyin aytmoqchi, unitlarni har bitta unitda o'zining yangi so'zlari bor. U yangi so'zlarni ham PDF holatda videolarni izoh qismiga joylayman. U yangi so'zlarni o'zingizlar ustida ishlab, yodlab boringlar. Xo'p, reading and speaking. Men doskaga qarayotganim boisi sizlarga rasmlarni doskaga ko'rsataman. Demak, birinchi qismi boshlaydigan bo'lsak, ekraningizda ko'rib turgan rasm bo'yicha matn berilgan. Buni hozir men audiosini qo'yaman. Sizlar ko'z yugurtirib ham o'qiysizlar, ham eshitasizlar. Audio variantini qo'ymoqdaman, marhamat. Where are they from? This is a photograph of Claude and Holly Duval from Montreal in Canada. They're on holiday in New York City. Holly's from Canada and Claude's from France. They're married. Holly's a teacher. Her school is in the centre of Montreal. Claude's a doctor. His hospital is in the centre of Montreal too. Xo'p, demak, audio variantini eshitdik. Endi shu eshitgan audio variantimiz bo'yicha mashqlar ishlaymiz. Demak, sizlar hozir audio variantini eshitgandan keyin mana sizlarga yangi so'zlar. O'tgan darslarimda aytdimki, shahar nomlari, davlat nomlarini bitta 4ta 5ta qilib yodlab boramiz. Mana sizlar uchun Montreal shahar nomi, Kanada davlat nomi va undan tashqari ismlar berilyapti. Bularni ham to'g'ri talaffuz qilib eslab yodlab qolinglar. Keyingi mashqimizga o'tamiz. Keyingi mashqimiz complete the sentences. Gaplarni to'ldirishimiz kerak. Gaplarni to'ldirish uchun ma'lumotni qayerdan olamiz? Ma'lumotni hozirgi o'qigan kichkinagina tekstimizdan olamiz. Mana sizlarga men havola qilib hozir doskaga chiqardim mashqimizni. Bu mashqni endi ishlashni boshlaymiz daftarga. Har doimgidek daftar, kitob, ruchka yoningizda bo'lsin. Iloji boricha 2 ta, 3 ta, 4 ta bo'lib o'tirib tomosha qilinglar buni. Chunki bu guruh bilan ish o'rganadigan narsa. Til albatta gaplashish, muloqot qilish bilan o'rganiladi. Faqatgina o'qib, yozib, eshitish emas, albatta gapirish bilan o'rganiladi. Tilni o'rganishdan maqsad nima? Maqsad birorta bilan muloqot qilib foydalanish. Faqat test yechish, faqat seferdan
Ba'li institutga kelish emas, bunda muloqot qilib gaplashishimiz kerak. Xudo xolasa shu kitobni tugatganimizda sizlar ingliz tilida beginner darajasida bemalol gaplashadigan bo'lasizlar. Men gapiraveraman, sizlar bu yerda mashq qilib ishlayverasizlar-da. Xo'p. Ikkinchi mashqimizni boshladik va ishlayapmiz. Unga qo'yiladigan ma'lumotlarni tekstimizdan olamiz. Xo'p, demak, ikkinchi mashqni bajarib bo'lgan bo'lsak, tekshiramiz. Birinchisida Holly is from in Canada deyapti. Qayerdan bo'ladi? Holly Dwell from Montreal in Canada degan joy turibdi. Demak, bu yerga Montreal qo'yamiz. Holly Montrealdan. Ya'ni Kanadaning Montreal shahridan. She is a deyapti. Hop, topigimizga qaraymiz. Holly is a teacher degan joy turibdi. She is a teacher qo'yamiz. Uchinchisiga her is in the center of Montreal. School qo'yamiz bu yerga. To'rtga Claude is from France qo'yamiz bu yerga. 4-qatorda turibdi. He is a kim u? Claude is a doctor turibdi. Oxirdan bitta oldingi qatorda. He is a doctor qo'yamiz bu yerga. Doctor so'zini. His hospital is in the center of Montreal. Center so'zini qo'yamiz. Markaz. 7-ga they in New York. Nima bo'ladi bu yerga? Are qo'yamiz, bo'ldi. They are in New York. Hop, oxirgisiga they are married. Ular turmush qurishgan. Demak, qisqagina readingga oid mashqimizni bajardik. Endi keyingi mashqimiz write questions with what and where about Claude and Holly. Ask a partner deyapti. Demak, what nima so'roq so'zi orqali, where qayerda so'roq so'zi orqali gaplar tuzamiz, so'roq gaplar. Kim haqida? Claude va Holly haqida. Va uni sherigimizdan so'raymiz. Sherigimiz unga javob berish kerak. Hozir masalan 2 kishimi, 3 kishi bo'lib o'tirgan bo'lsangiz, har bittanglar savol yozinglar. Mana savolni boshini boshlab qo'yibdi. What name? Nima qo'yamiz bu yerga? Birinchi aytaylik, Claude qo'ysak. What's his name bo'ladi, to'g'ri? What's his name? Where from? Where is he from? U qayerdan? To'g'rimi? Yaxshi. Keyingisiga where is her school? Uning maktabi qayerda? Keyingisiga where is his hospital? Endi tepadagi what's her name degan bo'ladi, yana keyingisiga where is she from degan bo'ladi. Va ularga javob beramiz. O'rtog'imizga endi shularning og'zaki savol tuzgan savollarimizni o'rtog'imizdan so'raymiz, sherigimizdan. Odil o'tiribdimi? Odildan so'rayman. What's his name? Odil aytadiki, his name is Claude. Where is he from? Odil aytadiki, he is from France. What's her name? Her name is Holly. Where is she from? She is from Canada. Where is her school? Her school is in the center of Montreal. Where is his hospital? His hospital is in the center of Montreal too. Endi grammar spotga keldik. Grammar spot. Grammatikaga oid ma'lumot. Write is or are deyapti. Ya'ni bu yerda is or are yoz degan kichkinagina mashq orqali bizga o'rgatyaptiki, is va are ni ishlatilishi. Bular ikkovi ham to be fe'lini hozirgi zamondagi shakli, o'tgan darsda ham tushuntirganman buni. Bizda men o'qituvchiman yoki u o'qituvchi desak, shunday so'zni ikkala so'zni yonma-yon qo'ysak bo'ladi.
Lekin ingliz tilida albatta ikkalasini bog'lash uchun to be fe'lini am, is, are shakllaridan birini qo'yishimiz kerak. Demak, bu yerda she a teacher. Qaysi qo'yamiz? Is qo'yamiz, to'g'ri. She is a teacher. Keyingisida he a doctor. Qaysi birini qo'yamiz? Doskaga ham chiqarib qo'yaman. Qarasanglar bo'ladi. He is a doctor. They-gachi? They are from Canada. Demak, bundan chiqdi to be fe'li I ga am bo'lar ekan. Qolgan holatlarda birlik shakldagi so'zlarga is bo'lar ekan. Va qolgan holatlarda, ko'plik holatlarda you ga, they ga, we ga hammasiga qolganiga are shakli ishlatilar ekan. Yaxshi. Tushunarli bo'lyaptimi darsimiz? Xo'p, endi keyingi mashqimizga o'tamiz. Bu ham Holly va Claude ga oid. Complete these conversations deyapti. Complete to'ldiring degani conversations suhbatlar. Demak, birinchi eshitamiz Holly va Claude'ni dialoglarini. Eshitib, doskalarga chiqargan kichkinagina dialogchalarga e'tibor qaratib turinglar. 1. Oh no, look at the weather. Ugh, it's awful. 2. Wow! Look at my hamburger. It's fantastic. My hamburger is really good too. 3. What's this building? It's the Empire State Building. It's fantastic. 4. Wow, look at Central Park. It's beautiful. Yaxshi, endi eshitib bo'lgan bo'lsak, to'ldiramiz. Mana shu berilgan so'zlar orqali iloji boricha bularni yozma bajarsanglar yaxshi. Sababi nimaga? Yozma bajarganinglarda so'zlar yana ham esinglarda qoladi va ularda yozilishini ham eslab qolasizlar. Birorta xat yozishinglar mumkin ingliz tilida. Tez ishlashinglar mumkin. Boya aytganimdek shu yana Sefer yo IELTS topshirayotgan paytda tez yozish va so'zlarni ortografik jihatdan to'g'ri yozishni ham o'rganib olamiz. Yozma tarzda bajarganinglardan keyin mana endi listen and check. Endi eshitib, bir qator yana tekshirib olamiz. 1. Oh no, look at the weather. Ugh, it's awful. 2. Wow! Look at my hamburger. It's fantastic. My hamburger is really good too. 3. What's this building? It's the Empire State Building. It's fantastic. 4. Wow, look at Central Park. It's beautiful. Eshitib, tekshirib bo'lganimizdan keyin endi asosiy qismi. Mana hozir biz o'qiyapmiz, yozyapmiz, mana mashq ishlayapmiz, eshityapmiz. Endi gapirishimiz ham kerak-ku. Gapirmasdan turgan bo'lmaydi dedi-ku tilda. Endi bir-birimiz bilan gapiramiz. Masalan, bitta dialogda, ikki hamma dialogda bir-biringlar bilan ishlab chiqsanglar bo'ladi, masalan, ikki kishi bo'lsanglar. Masalan, oh no, look at the weather. Ah, it's awful. Bittangiz aytasizda. Oh no, look at the weather deysiz. Ikkinchisi nima deysiz? Ah, it's awful. Xuddi shunaqa qilib, tushkun holatga tushib dialogni intonatsiyalar bilan aytamiz endi. Keyingisini qaranglar. Wow, look at my hamburger. It's fantastic. My hamburger is really good too. Bu orqali ertadan keyin birorta chet ellik bilan gaplashib qolsangiz yo chet elga borsangiz qanaqa qilib gapirish kerak? Fantastic degan so'zlarni qanaqa ishlatish kerak? Look at my hamburger deyapti. Mening hamburgerimga qara. Juda ham ajoyib. Keyingisi. What's this building?
It's Empire State Building. It's fantastic. Masalan, ertadan keyin ingliz bilan gaplashganda u sizdan so'rashi mumkin. What's this building? Yoki siz so'rashingiz mumkin. Demak, buni mana shu joyda mashq qilamiz. 4-inchisi. Wow! Look at Central Park. It's beautiful. Qarang, it's beautiful. Look at Central Park degani markaziy bog'ga qara degan ma'noda aytayapti. Lekin sen e'tibor qarat demayapti. Buni qara ya degan ma'noda ajablanyapti. Zo'rligini aytmoqchi bo'lyapti. Yaxshi, buni ham bajarib bo'ldik. Bir-biringlar bilan dialog qildinglar degan umiddaman. Endi keyingisini davom ettiramiz. Raqamlar. O'tgan safar 1 dan 10 gachani aytgan edik. Qanday bo'ladi 1 dan 10 gacha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaxshi. Endi 11 dan 20 gachani 11 dan 20 gacha raqamlarni eshitamiz, o'qiymiz va qaytaramiz. Bu juda ham muhim. Hali shunaqa mashqlar keladi mana shu kitobimiz o'zida. Raqamlarni yozishda dovdiratib qo'yadigan mashqlar bor. Shu 20 ta, 30 ta raqamning ichida. Shuning uchun buni o'rgangan bo'lsangiz ham yana bir e'tibor bilan ko'rib chiqinglar. Ko'pchilik 13, 14, 15 lar yozishda adashadi. Mana hozir buni albatta hozir bajarib, hech qachon adashmaydigan bo'lib, miyalariga mixlab olinglar. Qani, boshladik. Numbers 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Endi eshitib, qaytarib, daftarga yozib bo'lganinglardan keyin 1 dan 20 gacha raqamni to'g'ri intonatsiya bilan bir-biringlarga talaffuz qilinglar. Bittalar aytayotganda ikkinchilar eshitib, xatosi bo'lsa to'g'rilaylar. Keyin o'rganlashasizlar. Endi keyingi mashqimiz match. Match the numbers. Raqamlarda juftini topamiz. Mana ko'rib turibsizlar, oson. Lekin bajarganimiz maqsadga muvofiq takrorlaymiz. Buni daftarga yozasizlar. Sizlar match qilmasdan pryamoy daftarga to'g'rilab ketaverasizlar. Ya'ni daftarga match qilib ketasizlar. 21 ro'parasiga 21, 22 ro'parasiga 22 tarzda yozib ketasizlar. 30 gachani yozib olganinglardan keyin eshitib qaytaramiz bir qator bularni. Eshitishni audioni men yoqyapman, diqqat qiling, eshitib qaytaring. Numbers 21 to 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yaxshi. Endi keyingi mashqimiz mana shu o'rgangan raqamlarimiz bo'yicha bo'ladi, 1 dan 30 gacha. Uni mana ko'rib turibsizlar. Har bitta raqamni ro'parasida 4 xil son yozilgan. Masalan, birinchida 4 ta, 2da 4 ta, 3da 4 ta, 5 ta. Hozir 1 deydi. Raqam aytadi. Shuni belgilaysizlar, tik qilib qo'yasizlar yoniga. Diqqat bilan bajarasizlar. Boshladik. 1, 12, 2, 16, 3, 9, 4, 17,
5. 23. Bajarib bo'lgan bo'lsanglar, endi tekshiramiz. Mana qaranglar. Men doskalarga chiqarib qo'ydim to'g'ri variantini. Qani, kim nechta xato qildi? O'ylaymanki, hammanglar to'g'ri bajargansizlar. Bu bizni eshitish, raqamlar bilan ishlash, eshitish qobiliyatimizni rivojlantiradi. Xo'p, keyingi mashqimizda endi partnyor bilan ishlaymiz. Uning uchun qanday qilamiz? Shu o'rgangan 1 dan 30 gacha bo'lgan raqamlardan xohlaganimizni 5 tasini yozamiz daftariga. Daftarimizga yozib, sherigimizga ko'rsatmay turamiz. Va unga aytamiz. Masalan, 11, 7, 17, 15, 27 deb o'ta sekin emas, o'ta tez emas. Aytamiz. U yozib olish kerak shuni. Keyin solishtirasizlar. To'g'ri eshitdimmi, to'g'ri eshitmadim. Keyin o'rin almashasizlar. 23 desiz, to'xtab tur, keyingisini aytmay tur deyishga hojat qoldirmanglar. 23 ni yozishga qancha vaqt ketadi aytaylik? 1 sekundmi, 1,5 sekund ketadi, bo'ldi. Shunaqa favza qilinglar, keyingisi o'tib ketaveringlar. Buni masalan darsdan keyin, YouTube'da videoni ko'rib bo'lgandan keyin ham bajarsanglar bo'laveradi. Keyin yana ko'proq bajarsanglar, lekin hozir обязательно bajaringlar. Yana ko'proq raqamlarni masalan 5 ta emas, 10 ta, 15 ta yozsanglar bo'laveradi. Xo'p, buni ham bajarib bo'lganimizdan keyin endi 7-mashqimizga o'tamiz. Mana sizlarga turli yoshdagi insonlarning rasmlarini berib qo'ydik. Look at the pictures. How old are they? How old is he or she, for example? Sizlar qanday javob berasizlar? I think degani bu menimcha degani. I think she is 18 months. Menimcha 18 oylik deyapti. Demak, oylik deganda mana sizlarga yangi ma'lumot. 1 year old deb yurmaysizlar. Yosh bolalarni odatda 2 yashar atrofidagi bolalarni oy bilan aytadi. 18 oylik deyapti. Keyingisi nima deyapti? No, I think she is about 2. Menimcha 2 yoshda deyapti. Endi bu aniq ayta olmaymiz hech qasmi. Shuning uchun I think deganimiz yaxshi. I think deb bir-biringlar bilan muloqot almashinglar. Mana rasmlarni ko'ryapsizlar. Birinchi rasmdagi bola how old is she? I think she is like 15 months. 2. I think he is 10 years old. 3. I think he's 14. 4. I think she's 24. 5. I think he's 30. Mana bo'ldi. Shuna qilib aytib bo'lganlardan keyin eshitamiz. Tape script 2.15. 1, This is little Becky. She's 2. 2, Her name's Naomi. She's 7. 3, He's Nathan. He's 15 tomorrow. 4, How old is she? She's 26. 5, This is Jeremy. He's 29, nearly 30. Ana, hammasini yaxshi eshitdinglar. Demak, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Ikkinchi unitni ham nihoyasiga yetkazdik. Endi buni unit testini hamda yangi so'zlarini izoh qismida qoldiraman. Undan tashqari buni workbook'i ham bor. Workbook'dagi vazifalarni ham bajarishinglar maqsadga muvofiq bajarishinglar kerak. Uni ham har bitta unit workbook'larini izoh qismida qoldiraman. Demak, ikkinchi unitni mana shu qismini izoh qismida uyga vazifa workbook qismini ham qoldiraman. Uyga vazifalarni ham bajarib boringlar. Uyga vazifani bajarish jarayonida albatta o'zinglar uni qaysi to'g'ri, qaysi xatoni bilsanglar, topsanglar ham bo'ladi o'zi. Ba'zi joyda bilmay qolasizlar, lekin bajarganinglarda to'g'ri bajarayotganinglarni bilasizlar. U sizlarga nima o'rgatadi? O'zingizlarning ustingizlarda ishlash, o'tilgan mavzularni takrorlashni o'rgatadi. Xo'p, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha deb qolamiz.